Xulosimizda jamoa bo'lib 6-7 nafar inson shu maosh oladi qo'limizda, lekin davlat tomonidan hech qanaqa pul to'lanmaydi. Qo'ldan kelgancha tumanimizni tashkilotlarini qo'llab-quvvatlab, ular targ'ibot qilib boryapmiz, bizga ma'lumot beryapti va deputatlar bilan ishlayapmiz, tadbirkorlar bilan kambag'alchilikni chiqarish bo'yicha biz ham o'zimizga bir maqsad qo'yib, yangilar pasi 40 millionga yaqin sovg'a tarqatdik o'zimiz. Mana deputatimiz haqiqatan ham 10 milliondan oshiq nimasini, sovg'asini 2 marta 3 marta qilib berishdi. Kerakli joyda endi harakat qilib boryapmiz. Men hozir bu yerda ko'p tashkilotlar bilan hamkor ishlaymizda, ba'zi birlari bizga statistika yoki ma'lumotlarni beradi, ba'zi birlari bermaydi ma'lumotni o'z vaqtida. Hozir bitta narsani savol tug'ildiki, boshida kelib tadbir o'zi nimadan iborat? Bu bir. Yosh kattalar ham kelyapti, yoshlar ham kelyapti, keyin boshqa tumanlardan ham kelyapti. Keyin tadbirda kimlar bo'lishi kerak? Nimalar hal qilinishi kerak? Hozir men ham bitta rahbar bo'lib o'tirib olsam yozaveraman, tezlik problemangiz, muammongiz hal bo'ladi ertaga. Misol. Mahalla bo'yicha muammo kelyapti, mahalla raislari yo'q. Tibbiyot bo'yicha kelyapti, hozir ishga joylashaman dedi, tibbiyot bo'yicha yo'q. Ana singlimiz siz bankda ishlagansiz, haqiqatan ham taniyman. Tarafchilik, tanish-bilishlik yo'q dedi. Meni hammasi biladi. Oltiariq tumanidagi fuqarolar bir 70% meni xarakterimni biladi. Nimagaki dangal o'sha ichiga kirib, bemalol erkin muloqot qilib gaplashib, men bitta narsadan xafa bo'lganim befarqligi. Siz mehmon bo'lib keldingizmi? Birinchi o'rinda inson o'zini hurmat qilish kerak. Qilib turgan maqsadini to'g'ri yo'naltirgandan keyin mehnat faoliyatini yaxshi bilmaydi. Men o'sha narsadan xafaman. Tushunyapsizmi? O'z vazifasini nizom bo'yicha ishlamaydi. Mana rahbar bitta tashkilotga rahbar qo'yiladi, saylanadi. 3 oydan keyin, 2 oydan keyin chala qilgan ishlari ketdi, haydaldi, ketdi yana. Yana o'sha tashkilotda xodimlar qiynaladi. Keyin kim qiynaladi? Aholi qiynaladi. Aholini bitta gapga ko'ndirgani odamlarni mingta gapirib rahbarlar keyin ko'ndiryapti. Nima sababdan? Ma'naviyati, ma'rifati yo'q, past nazarda. Nimaga? Rahbarlarning nazari past o'zi. Unda o'ylab qarasada misol. Targ'ibotni to'g'ri qilish kerak. Yolg'on targ'ibotlarni berib, ma'lumotlarni berib, men prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz aytayapti, qasiyvozlik kerak emas menga deyapti. Sen qilib turgan ishingni ko'rsatib qo'y, ommaviy axborotga chiqarib qo'y deyapti. Lekin ba'zi biri falonda ish qildim, pistonda ish qildim, ko'rdingizmi deb telefon orqali menga aytadi-da. Qayerda qildingiz uni ish desam, falon joyda qildim, menga munchaga, falonchiga muncha yordam berdim degan fikrlar bo'ladi. Nima kerak bor bu narsa? To'g'rimi? Oxiriga ruxsat bersiz, men shu fikringizga o'zim munosabatimni bildirsam, haqiqatan to'g'ri narsani aytyapsiz. Bizda juda bir noto'g'ri tushuncha shakllanib qolganda, mana shu jamoatchilikda faol bo'lgan yoki blogerga yoki so'z erkinligini tarafdori bo'lgan insonlarga bir yomon ko'z bilan qarash shakllanib qolgan. Davlat boshqaruv organlari ayrim xodimlarida, hammasida emas, ayrimlarida, ayniqsa shu ayrim vakolatli shaxslarda shu narsa bor. Chunki jamoatchilikni muammosini, jamiyatni muammosini, aholining muammosini yuzaga chiqargan odam har doim ham yoqavermaydi. Lekin men sizni fikringizga to'liq qo'shilaman. Mana respublikada 205 ta tuman shahar bo'lgan bo'lsa, Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy, mana bugun Farg'onadamiz. Yonda shu hamma tuman shaharda har xil. Hozir mana bu yerdan chiqib keyingi tumanga borishimiz kerak, soat 2 ga yetib borishimiz kerak. O'zi siz juda ham to'g'ri aytdingiz, kerakli egalar o'tirish kerak. Biz yoshlar bilan muammoni muloqotda muhokama qilishimiz kerak. Endi insoniy nuqtai nazardan yosh kattalar ham kelgan, biz qabul qilamiz. Lekin bitta narsani biling, endi biz mehmonmiz, hozir biz ovozimizni ko'tarishimiz yoki bir qat'iy talab qo'yishimiz balkim chiroyli ko'rinmas. Bu yerda har xil odam o'tiribdi, lekin har bir ko'tarilgan masala tushadi ro'yxatga. Buxorodagi selektorni ko'rgan bo'lsangiz, boshqa yig'ilishlarni ko'rgan bo'lsangiz, ochiq gap, tegishli mas'ullarga juda ham qattiq choralar ko'rildi. Ko'riladi ham. Har bir sektorda kesimida bu kontrolga olinadi. Biz bekorga ularni elektron yozib olaylik demaymiz. Biz boramiz, orqamizdan shtabga yetib boradi. Kechqurun muhokama bo'ladi. Yana boya mikrofonsiz bitta masalani ko'tardingiz, e'lon qilish masalasi. Juda to'g'ri. Kecha Samarqand Farg'ona MTRKni boshlig'ini ham chaqirib, shaxsan administratsiya rahbariyatidan topshiriq bo'ldi.
Shuncha ish bo'layapti, to'g'ri? Mana mikrokredit banki 45 million dollar ajratilgan. Plus 100 million dollar yana mablag' ajratilgan. Plus 2021 pandemiya sharoitidagi holatlarni oldini olish uchun 3 trillion mablag' ajratilgan 2021 uchun. Lekin odamlar bilmaydi buni. Chunki targ'ibot yo'q. Hech kim gapirmaydi. Mana hozir bandlik masalasi ham to'g'ri masala bo'ldi. 500 ming, 600 ming stipendiya berishni nimaga bular endi eshityapti? Nimaga mana shuncha bloger bor ekan. Bilmayman misol. Shuncha televideniya bor ekan. Shuni aka e'lon qilish kerak-da, odamlar bilishi kerak. 30 milliongacha kreditni garovsiz olishni biz bu yerda yosh bolaga tushuntirib o'tirishimiz noto'g'ri. Hamma bilishi kerak. Hamma O'zbekiston fuqarosi 16 yoshdan oshgan, voyaga yetgan pasporti bor, o'zining mustaqil hayotiy pozitsiyasiga ega. Maktab bolalarini tushuntirgandek tushuntirib o'tirishimiz kerak emas. Bank buni targ'ibot qilish kerak, bankning o'zini, sektor o'zini yo'nalishi bilan ishlash kerak. Bunaqa deb bo'lmaydi. Biz butun respublikani ahvat qila olmaymiz. 34,5 million aholisi bor O'zbekiston. O hamma joy ham nima deydi? Farmonda, qarorda yozilgan narsa amalda bo'lganda biz hozir gullab yashnab ketgan bo'lardi. Shuning uchun men sizning fikringizni 100% qo'llab-quvvatlayman. Mutasaddilardan ham iltimos qilamiz. O'zingizlar yo'nalishinglar bo'yicha qancha pressaga material beringlar, biz mana MTRKdan, respublikadan chiqarib aylantirib beramiz. Shaxsan o'zim kafolat beraman, yoshlar kanali, My5 kanalini bittasini 50%, bittasini 61% aksiyasi bizada. Yo, mayli. Bepulga aylantirib beramiz. Shu yoritaylik, bilsin jamoatchilik. Yoritgandan keyin ham amal qilish kerak-da. Odam insonni o'ziga bog'liq. Bizga hozir Oltiariq tumanidan 70%ni men qamradim desam mubolag'a bo'lmaydi kanalimda. Hozir mana shu tumanda Necha kishi bor kanalingiz? 32 ming odamim bor. Bo'ldi, mana 32 ming birinchisi bo'lib qo'shilaman. Ha, 32 mingta. Xalq ovozi 20 kunimizda 5 mingdan oshiq odam bor. Erta tashkilot rahbarlarini, xodimlarini qo'shganmiz, deputatlarni qo'shganmiz, xalq ovozida hamma erkin muloqot qilishga haqqi bor. Haftani 2 kunida ochib qo'yaman kanalda. Marhamat, o'zlaringizni muloqotlarni qilaveringlar desam, shunaqa gaplar yog'ilyapti. Rahbariyatdan telefon bo'ladi-ku, gruppangizga bekitib qo'ying. Juda chaqaq ketyapti deydi. Nimaga? Erkin muloqot qilishga haqqi bor ular deydi. Shunaqa xafa bo'lib ketaman, odamlar shunaqa hozir men temir daftarga olinyapti. Yarimta ham birar bittasi ham olingan temir daftarga. Men bu narsaga javob beraman. Nimaga sababdan? Mahalla statistikasi to'g'ri kelmadi. Hokimiyatda 17-nima bo'ldi yaqinda tadbir bo'lib o'tdi. O'zim kirdim. Statistikani viloyat hokimligidan so'rayapti, undan buniki to'g'ri kelmayapti. Raqamni berib boraverganda shart qo'shib turib. Mana men borgan, mana Fayzobodga bordim. Kecha ham o'rganishga bordim. Mana Shergim Abbosxon yo'ldoshi biladi. Kecha ham mana shu Polosonga kechqurun 4 olib tug'ilgan kunga bordi. O'sha yerda bir ikkitasi borsa, bloger ketdi deb yugurib chiqib, meni nogironim bor, meni unim bor. Olmaganmi temir daftarga? Olmagan dedi. Kaftga bordim yaqinda, Bo'rvaliqqa bordim, Eskarobga bordim. Mana jo'rida turibdi. Nima sababdan ularni qaytgan? Nimasi ekan? Farg'onaga boring, ko'k pasport. Toshkentga boring, ko'k pasport. Siz bilan meni huquqimiz bir xil bo'lsa, to'g'rimi? Nima sababdan qilmaydi misolda? Faraz qiling, odamlar o'zini amaliga siz ham maktabdan chiqqansiz, bog'chadan chiqqansiz bilaman. Men ham maktabdan chiqqanman. Siz meni bugun aldasangiz, sizni ertaga kelajagingiz bo'lsa, sizni men aldayman. To'g'rimi? Nima sabab bo'ladi ekan? Nimamiz respublikamiz rivojlanmaydi, yana o'sha poraxo'rlik. Kecha kuni mana mehnat bandligini oldida aytaman bu narsani. Kecha 4-5 odam so'rab telefon qildim. Men dedim, nazorat qiluvchi organ emasman. Faqat murojaat qiling, qonuniy murojaat qiling. Borganda avvalo assalomu alaykum. Boshlaysiz bir boshdan. Tushuntirdim. Varaqqa chizib tushuntirib beraman. Kirgizaman odamni. Shu odamlarim ko'p o'zimga yarasha. Kirgan ekan tuman hokimiga nima qilasiz chiqib? Tuman hokimi nimani hal qilib beradi? Sizni bor qilishami, yo'q qilishami? Bu degani o'zini vazifasini suiiste'mol qilyapti. Tushunyapsizmi? Vazifasini suiiste'mol qilyapti turgan bular. Mahalla raisi aytayapti, bitta ayol kishi aytayaptiki, telefon qilib, shunaqa men mahalla raisiga xotin-qizlar telefon qilib 30 million kredit chiqyapti, uningga men olaverayman deb telefon qilyapti. Keling meni oldimga keldim, xonamga olib kirdim. Dedim, telefon qilingchi dedim, kredit olaman dedim, nima deydi ekan dedim. Ovozini zapchib oldim, qo'yib berishim mumkin-da. Qarang,
haligi umidvor o'yapti o'sha kambag'alni nimasidan mahalla raisi. Men ommaviy axborotga yaqinda audio zapis qo'shtirnoq ichida chiqardim. Palonchibek demadimda, shaxsiyatiga tayinladi. O'zini yig'ishtirib olsin dedim. Shu narsaligi istimasi oshkor bo'lgandan ko'ra, jinoyat chiqqandan ko'ra o'zini sal tiyib olsa, sal qo'qadi degan fikrdan men chiqardim. Unga ham ko'plab e'tirozlar tushdi mahalla raislaridan. Mana misol. Biz oylik maosh olmasak, birov pul to'lamasa, bitta odamning muammosini hal qilish uchun qancha asabam ketadi. Misolda bitta dori, asab dori misoldan faraz qiling, kamida 250 ming so'm, 300 ming yotgani yo'q, Xudoga shukr. Men o'zim faraz qilaman-da, 4-5 yildan keyin asab kasalligi uchrab qolsam kerak bu turishda. Biz oddiy qilib aytganda katta daryoning o'rtasida ko'prigimizda, ko'prikning o'rtasida turibmiz. Yo ag'a yo'q ketolmaymiz, yo bag'a yo'q ketolmaymiz. O ko'prik yetaga qulaymi, yo'qmi? Buni hech kim bilmaydi. Lekin mehnat faoliyat ko'rsatuvchi joylarni davlatning maoshini olyapti, vazifasini qilib qo'yish kerak. Biz erkin muloqot qilishga haqqimiz bor va fuqarolarni gapirtirishga ham haqqimiz bor. Endi yuz xatirli qilamiz. Qaysi rahbarlar tanish bo'ladi, Misol Tohirjon hal qilib beramiz yaqin kunlarda degan fikrlariga yurgan, o'zaro kelishamiz. Nima qilishimiz kerak endi? Mana yaqinda tuman axborot xizmati, Oltiariq tuman axborot xizmatini kanalning yonida gruppasi bor. Odamlar izoh yozadi. Kim biladi uni? Men bilaman. Hozir bekatmi, klubmi? Hozir bekat. Bekat, qani. Men yozdim. Fuqaro sifatida yozdim. Menga ham dedim, o'sha yerlar ajratilyapti ekandim, kim bera oladi deb qo'shtirnoqchida yozdim. Kesatib yozdim, sizga aytsam. Beraman deb yozdim menga. Men tanigan yo'q odam. Qonuniy berasizmi, sen qonuniy beraman. Agar dedim 10 million so'm to'lov bo'lsa, davlatga men 15 million to'layman. 4 ta ish yaratish kerak bo'lsa, dedim 10 ta ish yarataman o'sha yerga. Hali sinadim, beraman ekan. Ham olish niyatim bor, ham sinash niyatim bor. Bu yangi 8 oy bo'ldi, 1 yilga yaqin bo'ldi. Hali berilgan. Men blogerman, mana misol. Men bu narsani ko'zim bilan ko'rib, qo'l bilan ushlab turibman-da. Yaqinda men neft zavodidan neft kollejini bitirgan ukam bor. To'ychi Farhodjon, o'sha nomlardan gapirishim mumkin, kirib ketdi. Ish so'rab tuman hokimligi xalq qabulxonasiga keldik, tuman hokim bilan ko'rishdik. Men dedi, ish qilib beraman Tohirjon, o'zingizni yaqinda o'rgandingiz dedi. Neft zavodini men o'rgandim yaqinda, bloger sifatida bor. Shu odamlar noroziligini olib chiqdim, to'g'ri. Sizga dedi, o'sha o'zingizda taraf tomoningizdan bitta dedi, mana yo'l qurilishi turibdi dedi. Asfaltkani beraman, bekat dedi. Chiroyli qilib shoh bekat qilasiz. Yoniga magazin qilasiz, ish o'zini ish bilan ta'minlaydi. Men kreditni beraman. Xo'p dedim. Hokim bo'ldi, men bitta taklif dedim. Ashekni bersangiz dedim, ekitajga qilib turib dedim. Qilib dedim, sizlarni dedim, shu 80-90 yoshga kirgan odamni men ish bilan ta'minlash bo'yicha olib kelib beraman o'sha yerga. Bepul Wi-Fi'ni qilib beraman. Bu to'g'risida hali birorta odam qiziqqani yo'q. Mana hozir kadastrdan so'radim, arxitekturadan so'radim, qurilish bo'limidan so'radim, yoniga bitta odam quryapti. U odam qurilish qilgan odam, boshlagan odam meni oldimga keldi. Men erta olmoqchi edim. Magazinim bor, magazinimni olib chiqaman dedi. Magaziningiz dedim, ashka dedim, asfaltdan sizga beraman dedi, shartim bor. Beraman sizga. Ashka dedim, siz Oltiariq tumanida dedim 30 ta 40 ta ishchi yaratsangiz bo'ladi. Men dedim, ashka dedim 70 ta ishchi yarataman shu binoni berasiz menga. Shart qo'ydim, mashitda qo'ydim. Mashitga keldi, mana shu binoni oldida gaplashdik, divanda o'tirib gaplashdik. Meni yaxshi bilasiz Tohir aka, to'g'rimi aka? Men yolg'on gapirmayman. Men shetdaman. 3 kun davomida shetdaman. Mashika tushgan protokollar bo'yicha men siz bilan shaxsan o'zingiz bilan birga yuraman. Billa borib, billa ko'ramiz. Mana hozir murojaat qilganman, hozir Agrobankka murojaat qilgan qizimiz bilan ham birga kiramiz, birga ko'ramiz. Qani nima bo'ladi ijrosi? Buni ijrosi bo'yicha shaxsan parlament nazorati ham o'rnatilgan. Biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ramiz. Natijasini o'zingiz ko'rib, o'zingiz kanalingizga yoritib borasiz. Bo'lyapti, bo'lmayapti. Shunaqa kelsa bo'ladi. Bitta oxirgi gapimni gapirib olay. Gapimni yakunlovchi gapim o'sha mehnatni qilyapti turgan odam rahbar bo'lib vazifada ishlayapti, siz buyuryapsiz. Falonchilik qiling deyapsiz. Oddiy obodonlashtirish bo'limida shu 600 ming, 700 mingga ishlaydigan joyda ham misoldan odamlar bir kosa kirgizib qo'yaman deydi-yu, o'shanga ham ish yo'q, odamlar menga xafa bo'lib keladi paytda. Bir kunda bitta odam 10 marta murojaat qilib chiqadi. Boshlig'iga telefon qilsiz, boshlig'i mensimaydi, hech kimni mensimaydi. Mehnat faoliyatini yaxshi bilmaydi. Menga isbotlab kelib olib keldi, shunaqa bo'lyapti, gapiring. Ya, sizni qo'lingizdan kelmasligini aniq bilaman aka.
Aka, imkoniyatni gapirdim. Qabul qilish kerak-ku, to'g'rimi? Aka, men sizni gapingiz noto'g'ri deganim yo'q. Bularda noto'g'ri deganim yo'q. Faqat bitta tumanda odammiz, bitta joyda odammiz-da, bunaqa har xil gap so'z qilmaylik. Birga gaplashamiz. Men chetdaman deyapman. Siz meni yaxshi taniysiz-ku, bilasizmi? Men bloger sifatida o'zimda-chi fikrimni gapirib qo'yapman-ku, o'shani xulosa olsin deyapman, xolos bu narsada. Yana hamchi qiziqdan chiqib ketmadim. Nimagaki boshqa gaplar ham bor bu yerda. Gapirilmaydigan gaplar bor, ayollar bor bu yerda. Asoslantirib gapirib. Kamon aka, Asoslantirib gapiraman. Tohir aka, biz siz bilan yuramiz, birga ko'ramiz aka. Takliflar uchun katta rahmat. Men endi oxirgi so'z aytmoqchiman. Akmal aka, Abdulla aka, shu tumanga kelganingiz uchun kattakon rahmat aytaman sizlarga, mutasaddilardan ham. Xudo xolasa shu tumandan ko'tarilgan masalalarni hal bo'lgandan keyin mana hal bo'ldi deb sizlarga xudo xolasa axborotini beramiz. Xudo xolasa siz bilan birga qilamiz, Tohir aka. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat sizlarga. Rahmat.